Assalomu alaykum. Bugungi darsda boshqa sozlamalar bo'limini ko'rib chiqamiz. Bu yerda filial qo'shishimiz mumkin. Xonalarni sonini qo'shishimiz yoki tahrirlashimiz mumkin. Masalan, 3-xonani ham qo'shib qo'yamiz. 3-xona, o'rindiqlar soni masalan 12 ta. Saqlash. 3-xona qo'shildi. Yoki qaysidir xonani o'chirib tashlashimiz, shu joyini o'zida o'zgartirishimiz ham mumkin bo'ladi. Kunlarga keladigan bo'lsak, bu o'quv markazimizda guruhlarni kunlari, masalan, dushanba, chorshanba, juma, seshanba, payshanba, shanba. Bu default holatda yaratib qo'yilgan. O'zingizlar ham yaratishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, kurs nomi 2 kunlik masalan. Kucha kunlik bo'lib qoldi-ku. Mana 2 kunlik. Masalan, dushanba va seshanba kunlari yoki shanba va yakshanba kunlari qilib belgilab saqlash boshladigan bo'lsak, mana 2 kunlik deydi, shanba va yakshanba. Endi bu individual darslar uchun ham bo'lishi mumkin. Bonuslarga keladigan bo'lsak, bu aktiv talabalardan ketgani uchun jarima, masalan, bu yerda jarima va bonuslar haqida gap ketyapti. Ya'ni 3 ta jarimamiz bor, 3 ta bonusimiz bor. O'quvchi birinchi to'lov qilganda o'sha o'quvchini qo'shgan odamga pul qo'shilishi yoki o'quvchi ketganda o'sha odamdan pul ayrilishi haqida gap ketyapti bu yerda. Buni statusini o'zgartiradigan bo'lsak, aktivga o'zgartirsak, hammasi aktiv bo'ladi. Blokka o'zgartirsak, hammasi blok bo'ladi. Xo'p, sabab turlariga keladigan bo'lsak, bu aytib o'tdik, davomat qilinayotganda, ya'ni mana bu davomat pejida belgilab ketish. O'sha davomatga borganimizda buni ko'rib o'tib ketamiz. Masalan, dastlabki holat bu yerda telefonda gaplashildi deb uni rangini qilib belgilab saqlanib qo'ysak ham bo'ladi. Telefonda gaplashildi bo'ladi. Rollarga keladigan bo'lsak, biz o'zimiz rol qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Rolning nomini yozamiz va shu tizimda nimalar qila olishini belgilab ketamiz. Shu ortiqcha narsa yo'q. Eng pastida demak saqlash tugmasi bor. Xohlagan rolinglarni kirgizib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, sizlarga bu tizimga kirish shart emas, lekin qanaqadir rol bo'lishi kerak. Masalan, tozalovchi, santexnik, ular tizimga kirish shart emas. Shunchaki qo'shib qo'yaverasizlar bo'ladi. Xo'p, tranzaksiya turlariga keladigan bo'lsak, bizda talaba uchun voucher, boshqa, ya'ni o'quv markazi hisobidan chiqim qilish mumkin. Chiqimlarni turini kirgizish mumkin. Masalan, qog'ozga chiqim, qayoqdan chiqim? Xodimdan chiqim bo'lmaydi, albatta, boshqa bo'ladi, ya'ni o'quv markazi hisobidan bo'ladi. Qizilroq qilib saqlanib qo'yamiz. Mana qog'ozga demak chiqim bo'ldi. Endi kirim o'quv markazlarida o'z odatda kirim faqat talaba pul to'laganda bo'ladi. Qolgan chiqimlarni turlarini bo'lib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi bizda masalan bo'lishi mumkin student, ya'ni talabani puli noto'g'ri kirgizib qo'yildi. Undan chiqarib olishimiz kerak. Masalan, balans to'lash uchun deb chiqim qilamiz va bu yerda talabani tanlaymiz. Talabadan chiqim bo'ladi. Shunaqa qilib biz chiqim turlarini kirgizib ketsak bo'ladi. Buguncha shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.